ChatGPT jamoat tuzib beradi bizga. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan Nike Futbol. Bugungi videoda sizlar bilan ChatGPT jamoat tuzib beradi, o'shani o'ynab ko'ramiz. Qani bo'lmasam videoga go. Video boshlanishidan oldin like va obuna bosib qo'yinglar, juda katta motivatsiya bo'ladi. Endi ChatGPT ga kiramiz. eFootball eFootballga sxema yozdik, 4-3-3 de yozib berdi, aytib berdi. Endi buni qo'yamiz. 4-3-3 qo'yildi. Endi darvozabon yozamiz. Endi kimni chiqarib beradi ekan, qanday ko'raylikchi. Endi bitta yaxshi darvozabon ayt deb yozdik. Bizga Atletico Madridda Yan Oblakni tavsiya qilmoqda. Bizda Yan Oblakni anosi bor, kartasi bor edi. Hozir o'shani qo'yamiz. 99 reytingga ega bo'lgan Yan Oblakni kartasi bor ekan. Endi bizga ikkita himoyachi ayt deb yozamiz. Ikkita himoyachi ayt yozdik. Virgil van Dijk bilan Ruben Dias aytdi. Ko'ramiz, u kartalar bormikan bizda. Oqtaryapmiz, ko'rinmayapti shota. Van Dijk, Hansen, Van Dijk ko'rinmayapti shota. Yo'q bo'lsa, Van Dijkning kartasi yo'q, bor bo'lish kerak, adashmasam. Shu akkauntda Van Dijkning oldi kartasi bor ekan, o'shani ham qo'yaveramiz, bo'ladi, bizga bo'laveradi. Endi Ruben Dias oqtaramiz. Ruben Dias shota ko'rinmayapti, u ham yo'q bo'lsa, u ham yo'q ekan. Endi boshqa ayt deb yozamiz. Dias Rafael Varane deb yozdi, Kulubali deb yozdi. Bular ham menimcha yo'q bizda, aniq yo'q. Boshqa ayt deb yozamiz yana. Boshqacha himoyachilarni aytib tashlayapti. Bor, Salibalarni yetmayapti bor. Endi Julius Kunda, Antonio Rudigerning kartasi bor. Endi fotovi anashini qo'yamiz. 99 midi, 100 midi, anashina qayda adashmasam, Antonio Rudiger Germaniya kartasimidi, shunaqa edi, adashmasam. Mana Germaniya kartasi ekan. Endi Elba bilan Erbani ayt deb yozamiz. Qani kimlarni aytadi ekan, ha? Ayt. Ashraf Hakimi, Trent Alexander-Arnold, pastda Alfonso Andre Robertson, Alfonso Davies. Endi qo'yamiz aytganlarini. Trent kartasi bor menda.
Alfonso Davis'ni ham kartasi bor edi. Alfonso Davis u ham 99, Trent ham 99. Trentni oqtaramiz. Cho'ta ko'rinmayapti. Trent Alexander-Arnold. Quvonch ko'pligidan ko'zim anglamayapti. Trent pastda ekani. Xo'p, endi bitta DMF ayt deb yozamiz. Qani kimda aytadi ekan? Bu ChatGPT ham boshqacha odamlar deb tashamasa bo'ldi. Casemironi aytyapti, Rodri'ni aytyapti. Bitta ayt deb yozib ko'ramiz. Hozir bitta ayt. Xo'p. Casemironi aytdi bizga. Casemironi qo'yib olamiz. 97 bo'ladigani bor edi. Casemiro yana yaxshi. Biz ikkita SMF ayt deb yozamiz. Qani kimlarda aytadi ekan? Bu ChatGPT. Endi ikkita SMF ayt yozdik. Bizga Luka Modric, Kevin De Bruyne aytdi. Bizda ularning kartasi bor. Real Madrid va Manchester City adashmasam kartasi bor. Ularni ham yana De Bruynening kartasi qo'yamiz. Endi Modricning kartasini qo'yamiz. Endi LMF bilan RMF ayt deb yozamiz. Qani ko'ramiz. Kimlarni aytadi ekan? Menimcha Salah bilan Vinini aytsa kerak ko'proq. Son Heung-min aytdi. Wow. Son aytdi, keyin Jack Grealish, Mohamed Salah. Ikkita ayt deb yozib ko'ramiz. Kimlarni aytadi ekan? Son Heung-min, Mohamed Salah aytdi. Qo'yib olamiz. Sonni adashmasam past kartasi bor edi, adashmasam. Salahning 100 reytingli kartasi bor edi, uni ham topamiz. Keyin qo'yamiz. Salah qo'yildi mana. Endi Sonni qo'yish kerak. Son Heung-min. Son. Ankara Son. Qanisan Son? Video vaqti cho'zilib ketyapti, uzr so'rayman. Position qilib ko'ramiz. Position. Sonning kartasi bor ekan. Qo'yamiz. 94 reyting past bo'lsa ham. Romik Feeling degan karta. O'ynataveramiz. Endi striker ayt deb yozamiz. KF deb yozamiz. Adashib ketdik. Menimcha Erling Haaland yo Kylian Mbappe aytsa kerak. Yo Haaland yo Mbappe. Bizga Erling Haaland tavsiya qilyapti. Biz esa qo'yamiz. 101 Haaland'im bor edi meni. Mana Haaland Manchester City kartasi. Zo'r. Endi 11 talik tarkib tuzildi. Endi zaxirani to'ldirib chiqamiz. ChatGPTga yozib ko'ramiz. Agar g'alati futbolchilar aytvorsa, o'zim to'ldirib chiqaman. Endi uni ikkita zaxira ayt deb yozamiz. Hop, yozdik. Hop, Gianluigi Donnarumma, Joao Cancelo, Martin Hummels, Kai Walker, Marco Andre ter Stegen, Joshua Kimmich, N'Golo Kante,
Christian Pulisic, Mason Mount, Diogo Jota, keyin Gerard Moreno, Raheem Sterlinglar aytyapti. Endi ko'ramiz. Bo'lganini qo'yamiz, bo'lmaganini qo'ymaymiz. Xo'p, Donnarumma kartasi yo'qligi uchun Vitor Bayani qo'yamiz. Endi videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar jigarlar. Ko'tarilishimizga katta hissa qo'shgan bo'lasizlar-da jigarlar. Tarkibni ham to'ldirib oldik. Oldida pauza qoldi, uzr so'rayman. Mana shunday oddiy tarkib qildik. Sila 3094. Endi esa bizga bitta klub ayt deb yozamiz. Klub ayt deb yozamiz va bizga Manchester City ni aytdi. Uni qo'yamiz. Manchester City. Hop, Yevropa, Angliya liga, Manchester B qo'yildi. B ga esa Man City deb yozib qo'yamiz. Endi esa divizionlardagi matchlarga vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando, tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando.
linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. Ela desce, ela sobe no baile. Sou menina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela sobe no baile. Sou menina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe no baile. É pressão, mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, no bate, arrasou no batidão, só por atentação. Ela sobe no baile, pressão, mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela sobe no baile, pressão, mina linda, perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Tá linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, quer caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, quer caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, quer caô. Vai, quer caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, quer caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, quer caô. Vem caixota preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder. Hoje eu vou te pegar firme, te deixar de perna bamba. Hoje eu vou te pegar, oi, te deixar de perna bamba. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder. Vem caixota preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem